Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan qanday qilib AutoCAD ilovasini kompyuterimizga bepul versiyasini o'rnatishni o'rganib olamiz. Demak, boshladik. Birinchi navbatda biz o'zimiz o'rnatishimiz uchun kerakli ilovani Ustoz Mahmud kanalidan yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Telegramga kiramiz. Autodesk AutoCAD 2022 faylni kompyuteringizga yuklab olishingiz kerak. Men oldinroq yuklaganim uchun tayyor yuklangan holatda turibdi. Demak, mishkani o'ng tugmasini bosib, сохранить как ustiga bosaman, ya'ni рабочий stolga bu faylni рабочий stolni tanlab joylashtirib olaman. Сохранить tugmasini bosaman. Ko'rib turibsizki, biz yuklab olgan fayl mana zip holatda, RAR ko'rinishda o'rnatiluvchi fayl shuni ichida joylashgan. Bu faylni ochamiz, ustiga bosamiz. Biz o'rnatishimiz kerak bo'lgan fayl mana Autodesk AutoCAD 2022. Buni tanlab turib, bosib mishka bilan bosib рабочий stolga chiqarib olishimiz mumkin. Demak, jarayon boshlandi. рабочий stolga chiqarib olamiz bu faylni. Bu biroz vaqt talab qiladi, chunki fayl hajmi anchagina katta. Demak, faylni рабочий stolimizga ham chiqarib oldik. Ana endi bu faylni kompyuterga o'rnatishni boshlaymiz. Ya'ni shu faylni ochamiz, ustiga 2 marta bosish orqali открыть tugmasini bosib qo'yishimiz kerak. Demak, fayl ochildi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda papkalar bizga o'rnatiluvchi qismi kerak bo'ladi. Demak, buni ichidan setup degan qismini tanlab olishimiz kerak. Mana topib ham oldik va uni ustiga 2 marta bosamiz. Chunki ilovalarni o'rnatish uchun har doim setup qismi bosiladi va da tugmasini bosib qo'yamiz. O'rnatish oynasi ochildi. Dali tugmasini bosish kerak bo'ladi. Angliskiy yozik, mana tilni angliskiyga tanlab qo'yamiz va dali tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, o'rnatishga tayyorlov boshlandi. Подготовка к установке. Bu oynani yopib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, tayyorgarlik yakunlandi. Xo'p, bu oynadan принимай, ya'ni условия использования qabul qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qonun qoidaga roziman. Bu belgini bosib qo'yamiz va dalil tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, qaysi diskka o'rnatishni so'rayapti. Agar sizda C va D disklar kompyuteringizda bor bo'lsa, bu yerdan tanlashingiz mumkin. Menda D disk bo'lmaganligi sababli C diskni o'ziga o'rnatishim eng to'g'ri yo'l va dalil tugmasini bosamiz. Va установка tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Ana endi o'rnatish jarayoni boshlandi. Bu hammada har xil vaqt talab qiladi. 10-15 daqiqaga ham cho'zilishi mumkin. Shu sababdan o'rnatish jarayoni tugashini kutamiz. Demak, kompyuterimizga AutoCAD ilovasi muvaffaqiyatli o'rnatildi. Готово tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana рабочий stolimizda AutoCAD o'zini значогini qoldirdi. Demak, ishlatishga tayyor. Endi AutoCAD ilovasini shunchaki ochib ishlatsangiz bas, hamma qismlari to'liq holatda ishlashga tayyor. Demak, ochilish uchun biroz vaqt kerak bo'ladi. Hozir tekshirib ko'ramiz. OK tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ishchi stoli ochildi, hammasi joyida. Endi bu ilovadan bepul foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.